2 oylik bolalarning rivojlanishi. Onasining ovozini taniydi. Yuzlariga diqqat bilan qaraydi. Kulishga o'xshash tabassum qiladi. Ovozlarga javoban g'uvillaydi. Ago, gu degan ovoz chiqaradi. Qorni bilan yotganda boshini 30-45 gradusda ko'tara oladi. Qo'l-oyoqlarini faol harakatlantiradi. Qo'lini qisqa vaqt og'ziga olib boradi. Boshini yon tomonga buradi. 20-30 santimetr masofani aniqroq ko'ra boshlaydi. Bolajon 2 oyligiga yetgandan keyin yorqin ranglarga qiziqadi. Tovush kelgan tomonga qaraydi. 2 oylik bolakay ovqatlanishi asosan ona suti bilan yoki qo'shimcha bilan bo'ladi. 2-3 soatda bir emadi. Kuniga 6-8 marta emishi mumkin. Kuniga o'rtacha 15-17 soat uxlaydi. Kunduzi qisqa uyqular, kechasi uzoqroq uyqu bo'lishi mumkin. Agarda 2 oylik bolakayni shifokorga murojaat qilish kerak bo'lgan holatlari: umuman kulmasa, ovozlarga javob qaytarmasa, boshini ko'tara olmasa, juda sust bo'lsa, shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi.